Zangiota tumanidan 225 sotuyli zo'r uchastkamiz chiqyapti. Mahallalar asfalt bo'lgan. Shundoq shu ko'chamiz orqasida maktab bor ekan, tayyorgina. Xo'p, uylarimiz tayyor bitgan, bruschatka qilingan. Suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q. Kirishimiz bilan bitta mashina qo'yishga joy. Mana bu devorlar qo'shninikidan alohida hozir bitta qilyapti ko'p joylarda. Simlar misol uchun zaryadkalarga chiqarib ketilgan ekan, o'yib o'tirmas ekansizlar. Bitta yashil hudud daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu bitta rakvina. Mana bu joyimizda hozir ko'rsataman. Bitta umumiy hojatxona bor. Mehmonlar kelganda foydalanishga. Hop, uyimiz bir qavatdan iborat, 5 ta xona, bittasi oshxona shunda. Panoram derazalari bor. Hop, uy ichidan bitta ko'rsataman. Bu yerda podvalimiz bor. Oshxonaning tegi podval qilingan. Chunki yani banka kachka piyozlarni qo'yib qo'yishga, saqlashga, katorxonamiz ham shu yerda. Uyimizga kirishimiz bilan bismillah. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda katta oshxona, bu yerda mebellar qilinsa, mana keng qilingan. Bemalol o'tirib choy ichishga ugolok qilsanglar, shu yerda choy ichib o'tirsa bo'ladi. Panorama oynalarimiz. To'g'rida bitta katta mehmonxona, mana ko'rishingiz mumkin. Buna panorama oynalari, restoranlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p, kirganimizda o'ng tarafda bitta yosh kattalar uchun ichida sanuzel bilan bitta yotoqxona. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi tayyor. Xo'p, buni orqa hovlisi bor. Yorug'chi tushish uchun, havo aylanish uchun. Xo'p, undan keyingi xonamiz bu bitta detskiy bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Detskiy ham normalniy, bemalol 3 ta bola yotsa bo'ladi. Ko'p bolali oilalar uchun ham bo'laveradi. Bu yana bitta detskiy xona, qizlar bolalar alohida yotishga. Bu shu detskiylarga umumiy sanuzel, tualet, dush qilingan. Uyimiz Toshkent tumani, Toshkent tumani emas, Zangiota tumani, Ramadan mahallasi deyiladi. Toshkent postdan ham ko'p kelsanglar bo'ladi. Bu yoshlar linsiyadan ko'p kelsanglar bo'ladi. 225 sotuli uyimizning narxi 90 ming so'm so'ralyapti. Egalarning o'zining nomer raqami mana bu. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana o'tib beradigan, sunnatga o'tib beradigan joyi bor deyapti. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Like, podpiska bosib qo'yishni ayamanglar. Shunaqa arzon uylar chiqib qolsa o'tkazib olmaysizlar. Hammaga rahmat. Arzon uy olaman degan do'stingizga jo'natib qo'yasiz.